Asakabank mahalla bankirlar yordamida ajratilgan kredit evaziga fuqarolarimizni qulupnayni yana yangicha usullarda yetishtirishni yo'lga qo'yishayotgan ekan. Buni jonli misoli mana Azjon akam mahalla bankiri meni olib keldilar. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Yakkatut mahalla fuqarolar yig'inida Ilhomjon akam yo'llariga boshla endi aka yo'llar. Qani ketdi. Gidrofonik usulida qulupni yetishtirishni yo'lga qo'yibdilar. Hoji aka salom alaykum. Ilhomjon aka kelinglar mehmonlar. Bu yoqda ekanlar qani. Qani. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kelinglar. Ilhomjon aka ahvollaringiz yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Xirmonga baraka. Rahmat. Qalay bo'yotib qulupnilar o'stirib qo'yibsiz-ku buni qarang. Ha, rahmat, Xudoga shukr. Endi bizning kelishimiz Asakabank tomonidan keldik. Asakabank mahalla bankiri Aziz aka aytibdilarki, Ilhomjon aka gidrofonika usulida qulupni yetishtirishni yo'lga qo'ydilar, deyaptilar. Shuni endi jarayoni qanaqa ketdi? Bu ajratilgan kreditdagi nimalar qildingiz va bu qanaqa usulda bundan daromad olasiz? Shuni bizga qiziq agar gapirib bersangiz. Xo'p. O'tgan yil shu Asaka bankidan 100 million pul olganmiz, kredit olganmiz. O'shani evaziga mana hozirgi mana yangi usul bu. Biz O'zbekistonimizga yangi kirib kelgan, shu 5-6 yil bo'ldi buni kirib kelganiga. Mana shu gidrofonik usulda qulupni yetishtirish. Buni hali sizdan oldin hech kim qilib ko'rmagan, to'g'rimi? Biz bu o'rtada endi birinchi biz Farg'onada birinchi siz bo'ldingiz. Qilyapmiz ana. Asakabankda ajratilgan kredit evaziga qilindi bu. To'g'rimi? Xuddi shunday. Kreditga biz ko'chat oldik. Keyin shu ko'chatni yetishtiradigan haligi taydek turpoqlarni oldik. U turpoq ham chetdan keladi, to'g'rimi? Chetdan keladi. Kakos deymiz, kakosiy substrat deymiz, o'sha chetdan keladi ular. Shunga eksangiz bu barakali bo'ladi, haligi mehnatingizga arzugulik mevasini beradi. Hali hosil berdimi, bermadimi? Bu yil 2-yilimiz, o'tgan yil ham hosil olganmiz. Demak, o'tgan yili ham bundan foydalangansiz, to'g'rimi? O'tgan yil ham kredit olganmisiz Asakabankdan? Shu o'tgan yil olganmiz kreditni, o'tgan yil olib turib 50%ni shuni o'zidan chiqarib yopdik kreditni. Agar sir bo'lmasa, o'tgan yil qancha sof daromad qildingiz xarajatlaringizni chiqarib tashlaganda? Xarajat chiqarib tashlaydigan bo'lsak, mana shu 4 sotik joyimizdan sof qolishi 150 millioncha o'tgan yili. O'tgan yil 150 million so'm pul qoldi. O'tgan yili 150 million foydadasiz. Foydadamiz. Sof foyda. Sof foyda. Bu yilga qanchani mo'ljal qildingiz endi? Bu yil endi yoniga qo'shdik, yana bitta shunga o'xshagan kichikroq parni qo'shdikda, bu yil 200 million, 250 millionni mo'ljallab turibmiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Asakabank tomonidan ajratilgan kredit evaziga Ilhomjon akam Farg'onada birinchilardan bo'lib gidrofonika usulida qulupni yetishtirishni yo'lga qo'ydilar. O'tgan yilda o'zi 150 million foyda, sof foyda va bu yilda o'zida 200 million sof daromadda mo'ljal qilyapsiz, to'g'rimi? Sizni ham mahallangizda mahalla bankirlari bor. Agarda sizni ham qanaqadir biznes g'oyalaringiz bo'ladigan bo'lsa, mahalla bankirlari yordamida bu biznes g'oyalarni ro'yobga chiqaring. Biza bo'lsa sizni hududingizga albatta yetib boramiz. Ilhomjon aka, sizga kattakon rahmat, ishlaringizga rivoj.